Uzatiladigan qiz bor. Bo'ydobek, nima qilganing bu? Immunitet tentak bo'lgan. Bu ish yo'qman, shunaqa qilib erga bermasak qachon uzatamiz? Ona musurdan pul so'rab kelsalar, bir so'm ham bermang. Bitta ham musur chiqmagan uydan. O'mana o'rgatadim bu fitni. Ishyoqmas qizlarga toma talant, ya'ni instinkt deyiladi. Qizim, sabz bilan go'sht kuygan bir oshinglik. Zakaz qilaylik ona. Ovqat kuydimi? Uyimiz kuydi ona. Eski ishlamaydigan narsalarni olamiz. Ona, Ha? bari ishlamayapti-ki, beraveraylik. Singling erka tambalroqda. Bu oddiy tambal emas, tambal Pro Max bu. Ha, shole. Ey, kulma, bildirib qo'yasan. Ona ish qilib kuyovni surishtiryapsizmi? Voy, surishtirganda qandoq? Puli mo'ri. Zamin qurilishdan uy olgan. Mana shuncha pul bo'lsa, mana bu yo'laydim-da. Boshlang'ich to'lovga 77 million to'laysan. Qolganini 48 oyga bo'lib to'lasang bo'ladi. Ipotekasi ham bor. Mana shu 25-yilda bitar ekan, 9-qavati ham bitgan ekan. Assalomu alaykum oyijon. Assalomu alaykum. Ha, kuyov tinchlikmi? Rossiyaga ishlashga ketyapman. Aytdim ajla, tambal qizda erini yamlamay yutadi. La plaque Paris sans adéquat. À côté de la plaque Paris sans adéquat.